Qasddan molotok bilan urib sindirmasa, oynaga 50 yil garantiya, 50 yil. 50 yil, ha? Hozir ko'p kishi bozorda dushovoy kabina oladi, tayyordan ular plastmassa, uni o'rnatib paytga o'zi bir joy sinib bo'ladi, lekin bularga garantiya bor, xudo xolasa. Mana ular kalyorni oyna, stenasi 1 santimetrlik, oldi magnetlik, hamma joyini germetikka qilgan holda o'rnatganmiz. Suv chiqib ketmaydi, ha? Umuman suv chiqib ketmaydi. Yopilishiga ahamiyat beringlar mana. Bir chiziq mana, magnet sraz tortib qoladi mana ko'rishlar mumkin. Kelib o'lcham olib va o'rnatib berish bepul. Bepul, ha? Bepul albatta, 100% bepul. Biz akva eshik rom qo'yamiz, dushovoy kabinalar qo'yamiz, kalyorni oynalar o'rnatamiz, magazinlarga ham oldiga katta oynalarni qo'yamiz. Oyna sohasi borki, hammasida biza bor. Termo 7000 lik deyiladi. Buni sababi mana ikki tomoni alyumin, o'rtasi plastmas, issiq sovuqni umuman o'tkazmaydi. Bundan qo'ysangiz uyingizga pechka ham shart emas, lampochka bilan isib ketaveradi. Alyuminlar modadan qoldi o'zi, bo'ldi alyumin. Alyumin olish kerak, o'rniga plastmas qo'yish kerak. Uylanmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz uchun yangilik, mana ko'rishingiz mumkin. Kalyorni dushovoy kabinamiz, yasab bergan usta akalarimiz olay kelganmiz. 2025-yil narxlari qanday bo'lyapti? Mana shunday yo'qsalang o'zini magnetlari ham bor ekan. Bundan tashqari mana shunday pramoy dushovoy kabinamizni ham shu usta akalarimiz qilib bergan. Ko'rishingiz mumkin, umuman suv o'tmaydi. 2025-yil narxlari qanday bo'lyapti? Hamma ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. Kanalga yangi bo'lsalaring birdan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, biz har doim mana shunday foydali videolar chiqarib boraveramiz. Birinchilardan ko'rishingiz mumkin. Boshlaylik. Mana shu dushovoy kabinalarimizni o'rnatib bergan usta akamiz Shahboz aka bo'ladi. Assalomu alaykum. Shahboz aka yaxshisizmi? Xush kelibsiz, Solijon yaxshimisiz, tinchmisiz? Mana bir fayzli xonadon yana bittasi turibmiz. Xudo xolasa bitta xonadonda 3 ta dushovoy kabina qo'yib berganmiz. Ularni bittasini syomka jarayonidamiz. Bu 35 gradusli dushovoy kabinamiz. Hozir ko'p kishi bozorda dushovoy kabina oladi, tayyordan ular plastmassa, uni o'rnatib paytga o'zi bir joy sinib bo'ladi, lekin bularga garantiya bor, xudo xolasa. Mana ular kalyorni oyna, stenasi 1 santimetrlik, oldi magnetlik, hamma joyini germetikka qilgan holda o'rnatganmiz. Suv chiqib ketmaydi, ha? Umuman suv chiqib ketmaydi. Ishga javob, xudo xolasa chiroyli joy bo'ladi. Yerimizda hozir razmerlari qanday bo'lyapti aka? Buni razmeri mana 35 gradus ostidagi razmer joy yasashgan. Biz unga kelib toshni razmer olib o'rnatib berganmiz. Bo'yi qancha buni? Bo'yi 2,10 bo'lgan. 2,10. Ha, bemalol suv chiqib ketmaydi. Mana hamma narsa mexanizmlar tillo rangdan bo'lgan. Akamiz tilloni ishqibozlari magnetlarni yopishishini ko'ring. Umuman suv chiqib ketmaydi. Ruchkalari ham hammasi sifatlidan. Hammasi tillo rang ekan. Hammasi tillo rang. Petlar 3 ta bo'lgan-a bu yerda. Petlar 3 ta qo'yilgan, petlarning arasiga ham rezin qo'yilgan. E'tibor bering, bu yerdan ham suv chiqib ketmaydi. Suv chiqib ketmaydi, ha? Polni kurgon germetika ham qilingan, suv chiqib ketmasligi uchun. Mana ko'rishingiz mumkin, ochgan paytlari ham Sinmaydi oyna mana. yopilishiga ham ahamiyat beringlar mana. Bir chiziq mana, magnet sraz tortib qoladi mana ko'rishingiz mumkin. Aka, bu manzilni sraz aytib o'tib ketay aka, manzilimiz qayer? Manzil Samarqand viloyati Tayloq tumani Betonka qurida joylashgan. Joyimiz lokatsiyasini internetda yana qo'yib boramiz nomerlarimiz bilan. Bemalol murojaat qilaveringlar. Pastga nomerlarga telefon qiladigan bo'lsalaring, Telegram, WhatsApp hammasi bor. Agar kelaman desalar, lokatsiya tanlab berasizlar, adashmasa keladi. Albatta. Kelib o'lcham olib va o'rnatib berish bepul. Bepul, ha? Bepul albatta, 100% bepul. Keyin qarang, bu xonadonimizga nechta dushovoy kabina o'rnatgansiz? Bu xonadonga 3 ta dushovoy kabina o'rnatganmiz. Yana ikkitasi primoy usulda. Hozir ularni ham ko'rsatib boramiz. Marhamat. Marhamat, Solijon, bu ikkinchi dushovoy kabinamiz. Bunisi primoy usulda, mana e'tibor bersangiz, damasning eshigida ochiladi, hech qanday joy olmaydi. Petlilikning sababi u yerning joyi shunaqa edi, lekin bunaqa qo'ysa kam joy oladi. Kam joy oladi, ha? Mana men yuvinyapman, hattoki shum ham kamayadi, shum. Meni ovozim sizga past boryapti hozir. Mana e'tibor qilgan bo'lsangiz. Oynaga javob, kalyorni oyna, sinmaydigan oyna. Ataylab qasddan molotok bilan urib sindirmasa, oynaga 50 yil garantiya, 50 yil. 50 yil, ha? O yopilish jarayonida ham ko'rishingiz mumkin, shunday yopiladi. Umuman suv hattoki bir tomchi chiqmaydi, to'g'rimi aka? To'ppa-to'g'ri. Mana zamonaviy dushlar. Kimga kerak bo'lsa, marhamat. Aka, bunimizni ham qalinligi 1 santimetrlikmi? Mana bu ham 1 santimetr oyna. E'tibor berish kerak. Ingichka oyna qo'yish kerak emas. Mumkin emas ingichka oyna qo'yish. Orqasida rezinlari mana bu ham xuddi shu tillo rangdan oynasi yodiviy. 3 ta dushovoyimiz, uchalasi ham rangi bir xil. Bir xil. Aka, qarang, 2025-yil narxlari qanday bo'lyapti hozir? 1 kvadratga hisoblanadi bu? Bular
razmeriga qarab, gradusiga qarab hisoblanadi, rangiga qarab, matofga urilganlari bor. Yana sizga boshqa joyda o'ynatganlarimizni ham ko'rsatamiz. Bular $100 boshlab chiqadi kvadrati. Bir kvadrat, ha? Rangiga, mexanizmiga, petlisiga qarab, bularni nikel ranglari bor, qora ranglari bor. Bu yerga tillo rang bo'lgan. Shuni hisobga shu narsa chiqadi. Yana chiroyli qilib kelishtirib qilib beramiz. Solijonning kanaliga a'zo bo'lganlar telefon qilsa. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bu hozir ikkinchi sanuzelimiz bo'lyapti, to'g'rimi aka? Ikkinchisi. Ikki etajli hovlimiz bu. O'zi tepaga chiqamiz, uchinchisini ham ko'ramiz. Aziz obunachilar, bu Fayzli xonadonimizga 3 ta dushovoy kabina o'rnatib berishgan ekan. 3 ta. Bir emas, 3 ta. Birinchisini ko'rsatdik, bu ikkinchisi bo'lyapti. Hozir uchinchisini ham ko'rsatamiz. Marhamat. Mana marhamat, uchinchi sanuzelimiz. Uchinchi sanuzel buni. Mana bunga ham premium usulda qo'yganmiz. Mana bu yerda fortichkasi bor, boyagida fortichka yo'q edi. Buni ham rangi xuddi o'sha yodoviy rangdan, mexanizmi tillo rangdan, ruchkalari ham mana marhamat ko'rishingiz mumkin. Bu ham joy olmaydi, mana yonga ochiladi. Yonga ochiladi, ha? Bu ham xuddi shu pastdagi dushovoy kabinamizga o'xshaykan, faqat yuqoriga o'rnatib berishgan, mana ko'rishgan. Ikkinchi etaj. Yopilishi ham juda zo'r. Chiroyli ishlangan. Aka, u savdo obzor kanalidan xudo xolasa telefon qilsa bor. Skidka, bonuslarimiz bo'ladi. Bonus bo'ladi. Aka, keyin bundan tashqari yana qanaqa ishlar qo'limizdan keladi? Ko'p kishi o'ylaydi, akvachilar faqat akva o'rnatadi. Yo'q, biz ko'p tarmoqli ishni yo'lga qo'yganmiz. Ustozlarimiz Xudoga shukr yaxshi ko'nikma berib o'rgatishgan. Biz akva eshik rom qo'yamiz, dushovoy kabinalar qo'yamiz, kalyonli oynalar o'rnatamiz, magazinlarga ham oldiga katta oynalarni qo'yamiz. Oyna sohasi borki, hammasida bizda bor. Aka, keyin hammaga qiziq, bu hozir yodoviy rangi bo'lyapti, to'g'rimi aka? Agar oq bo'lsa, oq ham kimning xohishiga qarab ham yasab beraveramizmi aka? Albatta. Bular har xil turdagi oynalar bor. Biz zavoddan birinchi qo'lmish, shuni evaziga bizda ancha arzon boshqalarga qaraganda. Bu klientimiz yodoviy oynani o'zlari xohlaganlar, lekin bundan tashqari har xil usullardagilari bor, mana ranglari. Matofga urilganlari bor. Yodoviyni mana uchburchak ostida bu oqlari, oynaga matofga urilganlari bu palasa qilib. Bundan tashqari qora ko'k oynalari bor. Akamizda nomerlari pastga bo'ladi, ana shu nomerlarga hammasiga WhatsApp, Telegram ulangan, to'g'rimi? Aquaplast degan Telegram gruppamiz bor, Instagramimiz bor. Mana Solijonning gruppalaridan bemalol a'zo bo'lganlar kirib ko'rishlaringiz mumkin. Keyin aka, yodoviy bilan oq kalyonli oynani misol puli qanday? Bir xil bo'lib qoladimi yo? Yo'q, oddiy oq bo'lsa arzonroq chiqadi. Arzonroq chiqadi. Oddiy oqdan boshlanadi, mexanizmlari nikir bo'ladi. Oddiy oqdan boshlanib matofga bo'lsa ozgina qo'shiladi, yodoviy bo'lsa ozgina qo'shiladi, qora ko'k bo'lsa ozgina qo'shilib boradi. Shunga qarab har bir klientni ko'nglidan kelib chiqib, u kishiga ma'qul bo'lgan narxda chiroyli qilib beramiz. Hech kimni xafa qilmaymiz, xudo xolasa. Zo'r. Ustarovka qilish, razmer olish tegin. Tegin, ha? Yana 2 yil servis ichida bor, tegin. Oynani majburlab urib sindirishmaguncha mexanizmlarda biron o'zgarish bo'lsa, bepul borib to'g'rilab beramiz. Zo'r. Dushovoy kabinadan tashqari eshik va romlar bilan ham shug'ullanamiz. Albatta, mana bu eshigimiz termo, juda ham sifatli, hozirgi zamonning eng oxirgi zo'rlaridan termo. Termo 7000 lik deyiladi. Buni sabab mana ikki tomoni alyumin, o'rtasi plastmas, issiq sovuqni umuman o'tkazmaydi. Bundan qo'ysangiz uyingizga pechka ham shart emas, lampochka bilan isib ketaveradi. Bu o'rtasiga stiklosiga va bunaqangi gullar qo'yilgan. Gullarga alohida sal qo'shimcha bo'ladi, lekin vobshe chiroyli chiqadi. Bundan tashqari mana PVH plastmasiviy romlarimizni qo'yganmiz. Bu ham issiq sovuqni yaxshi ushlaydi. Alyuminlar modadan qoldi o'zi, bo'ldi alyumin. Alyumin olish kerak, o'rniga plastmas qo'yish kerak. Bu Fayzli xonadonimizga hammasi qilib bergandasizlar, eshik, rom, derazalar, hattoki tomga avvalni qilib ham qo'yib berganmiz. Arkaga. Kaftarxona, 3 burchak, 4 burchak, xohlagan turdagi razmerdagi oynalarni bemalol zakaz qilaverib, chiroyli qilib, sifatli qilib o'rnatib beramiz. Narxlari Samarqand bo'ylab arzon narxda sifatli qilib, chiroyli qilib o'z vaqtida yetkazib berishga harakat qilamiz. O'lcham olish, borib ustanovka qilib berish hammasi absolutna bepul. Xizmat ko'rsatish 3 yil ichida tegin. Akamiz nomeri pastga bo'ladi, batafsil ma'lumotni yanada olsalang bo'ladi. Shahboz aka, kattakon rahmat bergan ma'lumot uchun. Rahmat Solijon sizga ham. Xudo xolasa yana yangiliklar kutib qolamiz. Dushovoy kabina, eshik, deraza nima ish bo'lsa bemalol murojaat qilaverasiz. Solijonning kanalidan kelganlarga obязательно
arzon qilib, chiroyli qilib beramiz. Aha, zo'r. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, bir dona like bosinglar. Mana shunday eshik va rom, dushovoy kabina o'rnatmoqchi bo'lgan aka-uka, qom qarindoshlarga podlista tugmasini bosib jo'natib qo'yamiz.